3 xonaga 2 xonani puliga sizlarga 3 xona chiqqan srochniy narxlarda Yunusobod 15-kvartal. Mana Megadan kelasizlar, Pechok chorrag'i o'tishinglar bilan mana Turkiston metrosi qurishi. 50 metr, mana katta ko'chadan 50 metr kirganda 3 xona, 2-etaj, remonti yo'q, ichida narsalari bor, zo'r variant chiqqan. Hozir ichlarini ko'rsataman sizlarga. Bismillah, mana 2-etaj, endi remonti yo'q. Mana shu yerda ko'rayotgan hamma narsalar qoladi. Pashti 70 kvadrat. Hammom tualetlari alohida mana. Buni olib qolasizlar, yevro remont qilsanglar ham bo'ladi. Xohlasanglar shunday olib turib boshlanishiga kvartirani qo'ysanglar ham bo'ladi. Ichida hamma narsasi bor. Mana men yopdi spalni. Mana bu yoqni ham ko'rsatib turinglar. Spalni. Xo'p, endi mana bu yoqqa chiqamiz. Bu yoqqa chiqqanimizda mana bu yoqda yana katta spalni. Bularni xonasini alohida qilib olsa bo'ladi. Bir kelsanglar o'zim ko'rsataman. Bet zal 315 ga 520. Mana Mahmud oshxona bo'lgan. Oshxonani balkonga chiqarishgan, 3 xona, 4 xona qilingan mana. Svet yo'q ekan. Bu yoqda balkon 1,5 ga 6 mana. Balkonni ko'rsatinglar. 1,5 ga 6, romlarni almashtirib olish kerak. Xullas uyimiz mana mashani tarixiy anaqada qolgan. Mana men gilamlarni bilmayman buni. Ana antikvarchilik ko'rsa buni shuni o'zini bir 2000-3000 dollardan olib ketadi. Bu yerda antikvar narsalar juda ko'p. Shuning ichini o'zi sotsanglar ham uy yarim puli chiqadi. Xo'sh, narxi 68500. Harakat qilinglar. Bu atrofda bunaqa 3 xona narxda uylar yo'q, tamom.